Biznesim uchun qanday avtomatizatsiya dasturini tanlashim kerak? Plyus ko'p bo'lsa va pont uchun bo'lsa SAP tanlang, ish uchun bo'lsa 1S tanlang. Avtomatizatsiyani kompaniyaga joriy qilish jarayoni qanday o'tadi? Jarayonlar bir nechta etapga bo'linadi. Birinchisida analiz qilinadi va keyin uje spetsialistlar ishlashni boshlanadi. Bu juda katta etaplar, uni har bittasini aytib o'tirmayman. Lekin eng asosiysi analiz. Avtomatizatsiyani joriy etishda qanday asosiy muammolar yuzaga kelishi mumkin va ularni qanday oldini olish mumkin? Eng asosiy muammo va eng ko'p uchraydigan muammo avtomatizatsiyani zakaz qiladigan odamlar natijasi qanaqa bo'lishini bilmaydi, tasavvuri yo'q. Shuning uchun ham cho'zilib ketaveradi. Kichik biznes uchun avtomatizatsiya qanchalik kerak? Meni fikrim bo'yicha kichik biznes uchun avtomatizatsiya kerak emas. Boshlang'ich etapida uni bemalol Excel yoki Google tablitsa orqali almashtirsa bo'ladi. Rivojlangandan keyin uje avtomatizatsiyani joriy qilish kerak.